Bugun sizlarga O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari nomli kitobini o'qib bermoqchiman. Ehtimol sizda ham shunday hollar bo'lgandir. Tun yarmidan oqqanda birdan uyg'onib ketasiz. Shiftga tikilib yotaverasiz. Avvaliga chiqillab turgan soat ham bora-bora tinib qolgandek bo'ladi. Uy jimjit, deraza jimjit, qorong'i osmon jimjit. Hatto shamol ham qilt etmaydi. Shu qadar og'ir sukunat cho'kadiki, quloqlaringiz shang'illab ketadi. Zildek yuz ustingizga yopirilib, vujudingizni yerga mixlab tashlaydi. Tanho, ojiz bir narsaga aylanib qolasiz. Go'yo butun dunyo bir tarafu siz o'zingiz bir taraf. Shunday paytda mening ko'z o'ngimda to'satdan onam paydo bo'ladi. Qorong'u xonaning bir burchidan chiqib keladi-da, ma'yus jilmaygan ko'yi boshim ustiga egiladi. Yillar zahmatidan dag'al tortgan barmoqlari bilan peshonamni silagandek bo'ladi. O'pkam to'lib, o'zimni tutolmayman. Birdan tush kabi uzuq-yuluq xotiralar yopiriladi. Yuragim gursillaguncha o'rnimdan turib ketaman. Oq oydin kechalar nomli hikoyasi. Bolaligimni eslasam, ilk yoz kechalari ko'z oldimga keladi. Hovlimizda bir tup bodom bo'lardi. Erta bahorda qiyg'os gullardi-yu, hech meva tugmasdi. Onam bodom yolg'iz bo'lgani uchun meva qilmaydi deb tushuntirardi. Shu bodom tagida supa bor edi. Kun botishi bilan onam hovliga ko'loblatib suv separ. Kun bo'yi oftobda qizigan yer hidi supa oldidagi rayhonlar isiga qo'shilib ajib bir tarovat taratar, atrof jimjit bo'lib qolar edi. Keyin yirik yulduzlar bilan to'lgan osmonga tilla qoshdek ingichka oy suzib chiqardi. Oyim oyga tikilib turib, ohista pichirlar edi. Oy momaxon g'ulla, qanotlari tilla, subhon Alloh sizga, umr bersin bizga. Shunday deb boshimni silardi. Oy momo esa bu sehrli qo'shiqni yana bir eshitgisi kelgandek muallaq to'xtab qolar. Yulduzlar o'ychan ko'zlarini tikib muloyim boqib turishar. Onam ertak aytar edi. Toshlar orasiga kirib g'oyib bo'lgan baxtsiz qizcha yig'lab qo'shiq aytardi. Ochil oq toshlari, men onamni ko'rayina, diydoriga to'yani. Men osmondan yulduzimni tanladim. Qarang oyi, 7 og'ayni orasidagi eng yorug' yulduz meniki. Mayli o'g'lim, o'sha yulduz seniki, ana bir 4-chisi meniki. Nega oyi? 4-chisi eng kichkina yulduz-ku. Shuning uchun ham meniki. 4-yulduz, 7-yulduz. Ko'rdingmi? Yaxshi o'smay qolgan. Yetimlarga rahm qilish kerak. Yulduzlar sirli ko'z qisishar. Tilla qoshdek ingichka oy sirli mo'ralar, shabada sirli shivirlar, sadarayhon bilan tuproq sirli hid taratar. Osmon ham, yer ham sirlarga to'la edi. Goho osmonda birdan yulduz uchib qolardi. Hozirgina yonib turgan yulduz to'satdan lop etardi-yu, ingichka nurli iz qoldirib g'oyib bo'lardi. Onam cho'chib tushardi. Essiz, bir bechoraning joni uzildi-ya. Yuragim shuv etib, onamning pinjiga kirardim. Ishqilib boshqa yulduz uchmasin. Bolaligimni eslasam, iliq yoz kechalari ko'z oldimga keladi. Bilmadim, ehtimol o'sha oq oydin kechalarda onam ilk bor qo'limga qalam tutqazardi. Yulduz to'la osmonga tikilaman. Ehtimol osmondagi eng yorqin yulduzlar onalarning jonidir. Ehtimol onalarning so'ngan yulduzlari birlashib quyoshga aylangandir. Oftobni ona deyishlari ehtimol shundandir. Tasalli nomli hikoyasi. Qabriston jimjit. Faqat yo'lakning ikki chetida saf tortgan mirzateraklar, qabr ustiga bosh ekkan farzandlardek onaga orom tilab alla aytardi. Ularning mungli shivirlashi
tilovat sadolariga qo'shilib, yurakni ezuvchi ohangga aylanadi. Oq surub yaktak kiygan mosh guruch soqoli o'ziga yarashgan go'rkov yuziga fotiha tortib o'rnidan turardi. Bo'ldi endi bolam, bunaqada o'zingizni oldirib qo'yasiz. Dunyoning ishlari shu ekan, iloj qancha? U bir zum indamay qoladi-da, qo'shib qo'yadi. Volidai mehriboyingiz xo'p yarlaqagan odam ekanlar. To'shakda yotmabdilar, birovga zoriqmabdilar. Bunaqa beozor o'lim har kimga ham nasib etavermaydi. Nama qurib ulgurmagan tuproq uyumiga tikilgancha o'ylayman. Ehtimol shundaydir. Onam bu dunyoda kamsuqumgina yashardi. Hech kimga ozor bermasdi. Hech kim bilan hech nimani talashmasdi. Ehtimol tabiatning eng shafqatsiz elchisi bilan ham olishib o'tirishni xohlamagandir. Ehtimol, ko'rdingizmi, deydi qariya o'ychan ohangda. O'sha kuni kechasi bilan jala quvib chiqdi. To qabrgacha qo'ygunimizcha tinmadi. Qo'yishimiz bilan charaqlab oftob chiqdi. Bunaqa ruhi pok odamlar kam bo'ladi, bolam, men bilaman-ku. Ehtimol shunday hamdir. Balki odamlarning dardiga sherik bo'laverib ko'nikib ketgan bu nuroniy qariya kerakli paytda har kimga ana shunday tasalli so'zini aytar. Rahmat senga otaxon, ertami kechmi? Har kimning ishi tushadigan mana shu qo'llaring uchun rahmat. O'rtanib turgan yurakka suv sepa biladigan mana shu hamdard qalbing uchun rahmat. Faqat hamma gap yomg'irda bo'lsa, yana aqalli 3 kungina onamning umri cho'zilsa-yu, keyin yomg'ir emas, muttasil tosh yog'sa ham rozi edim. Bir hafta bo'ldiki, do'stlarim, tanish-notanishlar eshikdan ma'yus kirib kelishadi. Do'stlarim jimgina o'tirib, jimgina chiqib ketishadi. Boshqalar ohista so'raydilar. Necha yoshda edilar? Men aytaman-u o'ylayman. Onaning yosh qarisi bo'ladimi? Mehrning yosh qarisi bo'ladimi? Shafqatning sadoqatning-chi? Ilgari bir haqiqatni bilardim. Ona uchun bolaning katta kichikligi bo'lmaydi. Endi yana bir haqiqatni angladim. Bola uchun ham onaning katta kichikligi bo'lmas ekan. Ona ekan. Unga boshqa sifat kerakmas. Tush nomli hikoyasi. Tush ko'rsam, onam chiroq ko'tarib yurganmish. Yuzini aniq ko'rmasmishman-u, ammo qo'lidagi chiroq xira nur sochib turganmish. Ko'zingga qara bolam, chuqur bor, dermish nuqul. Qarasam chuqur yo'q, uyg'onsam onam ham yo'q. Ba'zan ish bilan, ba'zan majlislar bilan, gohida ulfatchilik bilan uyga kech qaytardim. Bir kuni Namangandan mehmonlar kelib qolishdi. Uyga borishga ko'nmay, o'zimni restoranga sudrashdi. Yarim kechagacha qolib ketdim. Uyga qaytganimda kayfim bor edi. Darvozani onam ochdi. Sovuqda mushtdekkina bo'lib dildirab turibdi. Shu vaqtgacha uxlamadingizmi? Dedim zarda qilib. Eshik ochishga sizdan boshqa odam yo'qmi? Onam ma'yus jilmaydi. Uyqu qatta bolam, o'tiribman. Ertasiga redaksiyada navbatchilik cho'zilib ketdi. Qarasam yana onamning chirog'i yoniq. Nega uxlamadingiz? Onam yana ma'yus jilmaydi. Bilasan-ku jon bolam, kam uyqu bo'lib qolganman. Men nodon onamning kam uyqu bo'lib qolganiga yarim kechgacha yuramanmi? Tongatar qaytamanmi? Onamning chirog'i
muttasil lipillab turishiga xo'p ko'nikkam ekanman. Qaysi kuni ishdan keyin moskvalik mehmonlarni aeroportga kuzatib qo'yadigan bo'ldim. Samolyot kechikib uchdi. Yarim kechada uyga qaytsam, hamma yoq jimjit. Hamma o'z oromi bilan. Tushimda onam chiroq ko'tarib yurganmish. Haqqush nomli hikoyasi. Do'stlarim, juda siqilib ketdingiz. Aylanib kelamiz, deb tog'iga sudrashdi. Alla pallagacha ketganga gaplashib o'tirdik. Qiziq, har gal bosh ustiga bosib tushguday mag'rur qad kelib turgan dog'larni, ulkan novvot parchasidek qirrador qoyalarni ko'rganda hayot abadiy emasligini o'ylayman. Qorong'u osmonda yana ham qoraroq soyadek qilt etmay turgan bu qoyalar bizga o'xshaganlarning nechasini ko'rdi ekani, faqat ularning tili yo'q. Kechasi tunagan joyimiz sovuq edi. Anchagacha uxlay olmadim. Tashqarida teraklar shitirlaydi. Qayerdandir yaqin joylarda daryo shovullaydi. Bir mahal qulog'imga dilni orziqtiruvchi mungli tovush chalindi. Haqqu bir sukunat tushdi-da, ancha olisdan yana o'sha tovush takrorlandi. Haqqu. Bola edim, go'dak edim. Onam aka-ukalar haqida g'alati bir cho'pchak aytib bergan edi. Emishki, bir zamonlar ikki aka-uka yashagan ekan. Birining oti Ilhaq, ikkinchisiniki Ishoq ekan. Ikkalasi bir-birini ko'rarga ko'zi yo'q, juda noaqil ekan. Ularning ko'nglini olaman deb ikki o'rtada onalari adoyi tamom bo'pti. Shunda Qodir Xudoning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko'zini ko'r qilibdi. Qushga aylantirib qo'yibdi. Shundagina aka-uka bir-birini ko'rmasa turolmasligini, bir-biriga kerak ekanligini tushunibdi. O'shandan beri ikkalasi kechalari bo'zlab bir-birini chaqirarmish, topolmasmish. Tashqarida hamon terak barglari shitirlaydi. Daryo shovullaydi. Mana shu shovullagan sukunat ichida dilni titratadigan iztirobli nido yangraydi. Ilhaq, Ishoq. Bechora onam o'sha iztirobli afsonani aytayotganingda ichidan mo'ralagan qaldirg'och bolasiday ko'rpadan boshi chiqarib yotgan 5 bolang bir-biri bilan inoq bo'lishini shunchalik xohlaganmiding? Onalar farzandlari hamisha birga bo'lishini istaydilar. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi. Qarz nomli hikoyasi. Bir kuni gapdan gap chiqib, aka-ukalar oyimga hazillashdik. Har oy pensiya olasiz, shuncha pulni qayoqqa qo'yapsiz? Sandiqqa bosyapsizmi? Sandiq qatta bo'lam, deb kuldi onam. Qarzlarim bor, o'shanga beraman-da. Akamning qovog'i osildi. Qarz? Hali birovdan qarz ham olasizmi? Senga nima bo'lam? Mening ishimga aralashib nima qilasan? Keyin gap boshqa yoqqa aylanib ketdi. Bu suhbatni butunlay unutib yuborgan edim. Qaysi kuni ertalab hovlida aylanib yursam, qo'shnimizning 7 yashar qizchasi Nilufar chiqib qoldi. Oppoq bantik taqib, atlas ko'ylak kiyib olibdi. Ha, Nilu, yasanib olibsan, mehmonga ketyapsanmi? Dedim erkalab. Bugun men tug'ildim, dedi u qop-qora ko'zlarini pirpirlatib jilmayarkan. Iya, yubilyer ekansan-da. Shoshmay turchi hozir.
uydan bir hovuch konfet olib chiqdim. Mana, o'rtoqlaring bilan. Nilufar kattalardek jiddiy bosh chayqadi. Men ishkalat yemayman. Tishim tushgan. Keyin yana o'sha jiddiy ohangda qo'shib qo'ydi. Bultur poshsha buvam menga tufli olib beruvdilar tug'ilganimda. Qizcha o'ylanib qoldi. Keyinchi Bahoga 3 oyoqli velosiped, Baxtiga ko'ylak, qo'limdan konfet tushib ketdi. 2 afsona nomli hikoya. Gazetachining ishi bir tomondan uloqchi otga, ikkinchi tomondan omoch tortadigan otga o'xshaydi. Uloqchi otdek manzilga yuguradi-yu, yer haydaydigan otdek har kuni omoch tortadi. Navbatchi edim. Xonada yolg'iz ishlab o'tirsam, farrosh kampir Vera xola kirdi. "Shu stol siznikimi?" dedi negadir qovog'ini solib. "Shu, chekasizmi?" "Chekaman. Nega kulni polga tashlaysiz? Kuldoningiz bo'lmasa, ayting, uydan olib beray." Mulzam bo'ldim. "Yo'q, yo'lakning devorida farrosh mehnatini hurmat qiling degan yozuv ilib qo'yilgani uchungina emas. Gap shundaki, farroshning ishi qanaqa bo'lishini yaxshi bilaman. O'zimning boshimdan o'tgan. Oyim farrosh edi. Shunda hovlimizning yonida pioner lageri bo'lardi. Oyim kun chiqmasdan turib yo'laklarni supurardi. Biz aka-ukalar suv sepamiz. Aslida suv sepish unchalik qiyin emas. Yo'lka chetidagi ariqchaga tushib olasiz-u, alyumin tog'oracha bilan sepib tashlayverasiz. Keyin oyim bandiga uzun tayoq bog'langan burgun supurgi bilan supurib ketaverardi. Ertalab suv muzdek bo'lgani uchun oyog'ingiz sovqatib kesilib ketadi. Ammo gap bunda ham emas. Hammasidan yomoni tong otmasdan turish. O'zi yarim kechgacha ko'cha sanqib rosa holdan toyamiz. Endi shirin uxlab yotganda oyim sekin turtadi. "Bo'la qol, o'g'lim, hali zamon kun yoyilib ketadi. O'zing tengi bolalar lager palatkalarida maza qilib uxlab yotganida sen suv sepib yo'lka supurishing nima desam ekan, sal alam qiladi kishiga. Shundanmi vaqti bilan shaytonlik qilaman. Goh boshim og'rib qoladi, goh oyog'im. Oyim negadir ko'proq meni avaylaydi. O'rnimga o'zim bilan bir ko'rpada tepishib yotadigan Abduvohid degan o'rtog'imni akamni turib ketadi. Ba'zan dadamning jahli chiqadi. "Nima, buning boshida shoxi bormi? Ishlasin-da", deydi. Katta akam institutga kirganida 5-6-mi sinfda o'qir edim. Akam talaba bo'lganidan keyin oyimning kasbi unga yoqmay qoldi. Oxiri ochig'ini aytdi. "Oyi, qo'ying endi shu ishingizni." Oyim o'yga toldi. "Nima, or qilyapsanmi?" dedi bir muddat xomush o'tirgach. Men og'irlik qilayotganim yo'q. "Yo'q-ku bolam, mehnatning aybi bormi?" Dadamdan ham, akalarimdan ham sado chiqmadi. Nimaligini bilmayman-u, o'sha kuni negadir qaytadan go'dak bolaga aylanib qolgandek bo'ldim. Kichkintoylik paytimda onam bir yoniga ukamning beshigini qo'yib, bir yonida meni olib yotardi. Qish kechalari sandalga tiqilib yotarkanman. Yalinaman. "Oyi, cho'pchak aytib bering. Uxla bolam, charchaganman." "Ayta qoling."
Xo'p, ko'zingni yumib yotgin-da, eshit. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda gap qayoqqa qarab ketayotganini darrov bilaman. Yana obkashmi? Yo'q, oftob. Uniyam aytgansiz-ku. Boshqasini bilmayman-da. Mayli, ayta qoling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda oftob bo'lgan ekan. Shu o'zimizning oftobmi? Ha, o'zimizning oftob. Shunday qilib oftob bor ekan, lekin yer yuziga sira chiqqisi kelmas ekan. Har kuni ertalab Xudoga nola qilarkan. Yer yuzida iflos narsalar ko'p, hech ko'rgim kelmaydi der ekan. Tangri uni ovutarkan. Sen chiqavergin. Yer yuzini iflos narsalardan tozalaydigan odamlar bor, der ekan. Shuning uchun kim yer yuzini tozalasa, o'sha eng yaxshi odam bo'larkan. Siz yaxshimisiz-a? Siz yaxshisiz-a? Doim ko'chalarni supurasiz-ku. Quloq sol, o'g'lim. Oftob har kuni yana Xudoga nola qilarkan. Yer yuzida yomon odamlar bor. Ularniyam ko'rgim kelmaydi, der ekan. Tangri uni ovutarkan. Sen chiqavergin, qancha ko'p nur sochsang, yer yuzida yomon odamlar shuncha kamayadi, der ekan. Oyi, akam yomon-a? Nega, jinnivoy? Hali yasagan qorbobomni tepib buzib tashladi-ku. Yo'q, akang yaxshi. Yomonlar boshqacha bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Katta bo'lganingda tushunasan. Bo'ldi, endi uxla. 7-chi lampaning piligi pasaytirib qo'yilgan. Uy ichini tanchadan chiqqan ko'mir hidi lampamoy isi tutgan. Nim qorong'i, hech ham uyqum kelmaydi. Oyi, obkashniyam ayting. Bo'ldi, uxla. Ayta qoling. Mayli, eshit. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir yigit bo'lgan ekan. O'zi yaxshi yigit ekan-u, bir kuni onasini xafa qilib qo'yibdi. Nima qilibdi? Ish qilib xafa qilib qo'yibdi-da. Ertalab ko'chaga chiqsa, qo'shni kampir 2 bukilib obkashda suv olib ketayotganmish. Yigit yugurib borib kampirning qo'lidan obkashni olmoqchi bo'libdi. Kampir bo'lsa, rahmat o'rniga yigitning yelkasiga obkash bilan rosa uribdi. Og'ribdimi? Oyim jim qoladi. Nima og'riydi? deydi anchadan keyin. O'sha yigitning yelkasida og'ribdi. Oyim kuladi. Keyin xo'rsinadi. Sen, debdi kampir yigitga, birovning ko'nglini ovlashdan oldin o'z onangni ko'nglini og'ritmasligini o'rgan. O'sha bola keyin onasini xafa qilmabdimi? Yo'q, hech ham xafa qilmabdi. Oyim uzoq jimib qoladi. Keyin sekin davom etadi. Ko'rdingmi, odam eng avvalo o'zining yaqinlarini yaxshi ko'rishi kerak. Dunyoda yaxshi odamlar juda ko'p, judayam ko'p. Ammo sen adangni, opangni, akalaringni yaxshi ko'rmasang, sizniyam, deyman uning gapini bo'lib. Meniyam, deydi onam kulib. Meniyam yaxshi ko'rmasang, dunyoda hech kimni yaxshi ko'ra olmaydigan bo'lib qolasan. Uyimizniyam, deyman mahmadonalik qilib. Oyimni jahli chiqmaydi. Uyimizniyam, deydi ma'qullab. O'z uyimizni yaxshi ko'rmasang, 100 qavatli uylarni ham yaxshi ko'ra olmaysan. Endi chakka o'tmaydimi, oyi? Tomdanmi? Adang tuzatib tushdilar-ku, endi o'tmaydi. Sukunat cho'kadi. Xayol suraman. 100 qavatli uy qanaqa bo'lishini o'ylayman-u, sira ko'z oldimga keltira olmayman. Oyi, deyman sekin. Toshkentda 100 qavatli uy bormi? Yo'q. Moskvada-chi? Bor bo'lsa kerak.
Moskva eng katta shaharmi? Eng katta shahar. Undan kattasi yo'qmi? Bo'lsa bordir. Sen o'sha shaharlarni yaxshi ko'rishing uchun Toshkentni yaxshi ko'rishing kerak. Toshkentni yaxshi ko'rish uchun o'zimizning Do'mbrobodni yaxshi ko'rgin. Xo'pmi? Xo'p, nega? Katta bo'lganingda tushunasan. Oyim peshonamni silaydi. Negadir xo'rsinadi. Butunlay uyqum o'chib ketadi. Oyi deyman yana. Daryo kattami, dengizmi? Dengiz. Daryochi? U ham katta. O'zimizning Qonqusdan ham kattami? Katta. Xo'ja aytadiki, Chirchiqda daryo bormish. Oyim kuladi. Endi uxla, bolam. Uyqu qayoqda? Nuqul daryolarni o'ylayman. O'zida-chi? deyman esimga tushib. Vali Qonqusda oqib ketay degan. Akam olib chiqqan. Baribir, deydi oyim o'ychan ohangda. Qonqusniyam yaxshi ko'rgin. Nega deganda, Qonqus o'zimizning anhor. Undan o'zimiz suv ichamiz. O'shanaqa qilsam, boshqa daryolarni ham yaxshi ko'rib qolaman-a? Oyim tag'in kuladi. Albatta, kuchugimni ham yaxshi ko'ray-a? Yaxshi ko'rgin o'g'lim. Oyi, Adham jinni-a? Nega? Kecha-chi mushukni muz bilan urdi. Mushuk cho'loq bo'lib qoldi. Jonivorlarga ozor berib bo'lmaydi. Bolam, bo'ldi. Endi uxlaymiz. Xo'p. Katta bo'lsam, katta shaharlarga boramanmi? Borasan, o'g'lim, borasan. Oyim sekin-sekin mudrab ketadi. Nimqorong'i shiftga tikilib yotgancha xayol suraman. Goh katta shaharlarga borib qolaman, goh daryolarda suzaman. Beshik g'ichirlaydi. Ukam yig'lay boshlaydi. Oyim darrov uyg'onadi. Beshikni ohista tebratib alla aytadi. Oyim ukamga alla aytadi-yu, ohangiga men uxlab qolaman. Haqiqat havoga o'xshaydi. Nafas olib turasiz-u, o'zini ko'rmaysiz. O'ylab qarasam, oyim go'dakligimda qayta-qayta aytib bergan mana shu ikki afsona hayotdek oddiy, hayotdek chuqur haqiqat ekan. Gilam paypoq nomli hikoyasi. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonda ko'p bo'ladi. Juba deyishadi. Jurabi deyishadi. Oyim xuddi noyom narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib, qo'shnilarga maqtanadi. Uning oyog'i kasal, salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Qo'shnilar ahvoli so'rasa, ularni ham o'zini ham yupatadi. Ha, endi keksalikda o'rgilay, lekin onamning oyog'i og'rig'i faqat keksalikda emas. Buni boshqalar bilmasa ham men bilaman, yaxshi bilaman. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Qiziqaman. Ko'k yo'tal, qizamiq, ko'k yo'tal, bezgak. Shuning uchun oshxonadagi mixda ko'k qarg'aning patidan tortib gultoj xo'rozgacha ilig'lik turardi. Ayniqsa tomoq og'rig'i yomon qiynaydi. Oyog'im zaxga tegishi bilan tomog'im og'rishga tushadi. Oyoq bilan tomoqning nima aloqasi borligini hali ham tushuna olmayman. O'shanda necha yoshligim esimda yo'q. Biroq juda kichkina edim. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim. Terlab turib muz yedim. Kechqurun isitmam
ko'tarildi. Quv yo'talaman. Oyim tomog'imni achchiq tosh bilan chayib ko'rdi. Bo'lmadi. Turshak qaynatib suvini ichirdi. Bo'lmadi. Oxiri tomog'im xippa bo'g'ilib qoldi. Og'riqni sezmayman-u nafas olishga qiynalaman. Hushimdan keta boshlaganimni es bilaman. Qulog'im ostida onamning chirqillab yig'lagani, ha deb bir gap qaytarayotganini eshitiladi. Voy, endi nima qilaman? Voy, bolam o'lib qoladi. Keyin meni shosha-pisha ko'rpachaga uradi. Bir mahalla onamning qo'lida ketayotganim esimda bor. Gupillatib qor yog'ayotganini his etib turar edim. Turardim-u, biroq yuzimga qor tushmas edi. Onamning issiq nafasi urilib turar. U sirpanib, sirg'anib borar, og'ir qansirar edi. Xira chiroq miltirab turgan allaqanday uyga kirdik. Ko'z o'ngim yana qorong'ilashib ketdi. Oyim hamon chirqillaydi. O'lib qoladi, bolaginam o'lib qoladi. Vahima qilmang, poshsha. Dardini bergan Xudo davosini ham beradi. Bu Hoji buvining ovozi ekanini g'ira-shira idrok etdim. Hoji buvi boshimni tizzasiga qo'yib chalqancha qilib yotqizdi. Doka o'ragan barmog'ini og'zimga tiqdi. Ko'nglim ag'darilib, tipirchilagancha yig'lar, ammo Hoji buvining qo'lidan chiqib keta olmasdim. U tomog'imga nimadir qildi. Dod solib, qo'lini tishlab oldim. Qiziq, bir pasdan keyin ahvolim yengillashdi. Ko'zimni ochsam, Hoji buvi jilmayib turibdi. Nega tishlaysan, kuchukvoy? Dedi boshimni silab. Keyin tepamga oyim engashdi. U hamon xonsirar, sochlari to'zg'ib ketgan, yuzi jiqqa xo'r edi. Bir pasdan keyin qaddimni rostlab, tanchaga oyog'imni tiqib o'tirdim. Bir pasdan keyin qaddimni rostlab, tanchaga oyog'imni tiqib o'tirdim. Hoji buvi allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. Keyin oyimga qaradi-yu, birdan xitob qildi. Voy, poshsha, nima qilib qo'ydingiz? Tamom bo'psiz-ku. Oyim talmovsirab goh menga, goh Hoji buviga qarar edi. Oyog'ingizdan ayrilibsiz-ku, dedi Hoji buvi boshini chayqab. Shu ahvolda qandoq keldingiz? Kavshandozda turgan oyimning kalishini endi ko'rdim. Kalishning ichi qorga to'la edi. Sarpoychan kelaverdingizmi? Dedi Hoji buvi hamon o'sha vahimali ohangda. Endi nima qilasiz? Qarg'aning miyasini chaqib surmasangiz cho'loq bo'lib qolasiz. Oyim tanchadan oyog'ini chiqardi. Ikkala oyog'i qip-qizil go'sht bo'lib ketgan edi. Sovuq yegani yo'q, dedi sekin. Qaytaga isib ketdi. Qorda o'zi isib ketarkan. Hoji buvi uning oyog'ini uqalab ko'rdi. Sezyapsizmi? Nimani? Dedi oyim oyog'iga emas, menga qarab. Qo'limni sezyapsizmi? Oyim indamay bosh chayqadi-da, piqillab yig'lab yubordi. Ertasiga u yotib qoldi. Uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi qo'lidan kelgancha dori-darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi. Biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib azob beradigan bo'lib qoldi. Har yili dadam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. U xuddi noyob narsaga
narsaga ega bo'lgandek uzoq duo qiladi. Birpasdan hamma qo'shnilarga ko'z qilib chiqadi-da, shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Shunda qor gupillab yog'ib turgan mudhish kecha onamning qip-qizil go'shtga aylanib ketgan oyoqlari ko'z oldimga keladi-yu, indamay chiqib ketaman. Surat nomli hikoyasi. Dunyoning ishlari doim shoshilinch. Odatdagidek tik turgancha nonushta qilayotgan edim. Onam odatdagidek qistardi. "O'tirsang-chi bolam, birpas o'tirgin, bo'ldi ketdim, shoshma bolam." Onam ko'zimga odatdagidan boshqacha qandaydir mung bilan termildi. "Gap bor." Tipirchilab soatga qaradim. Hali benzin olishim kerak, ishga borishim kerak, keyin nashriyotga o'tish nima edi. Onam ko'zimga hamon ma'yus termilib o'tirardi. "Suratga tushaylik", dedi to'satdan. Ajablandim. "Nega?" "Yaqinda men o'laman." Onam bu gapni xuddi qo'shninikiga chiqib kelaman degandek ohangda aytdi. Kulib yubordim. "Qo'ysangizchi oyi." Shunday dedim-da chiqib ketdim. Oradan 2 hafta o'tdi-yu, kechalari uyg'onib ketaman. O'ylayman, sen nomard, sen ahmoq, nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi? Kerak bo'lsa topasan-ku, kitob uchun, jurnal uchun, ish ustida, bog'da, ko'chada. Nima, sen kinoyulduzmisan? Jahonshumul shaxsmisan? Ana, bir dasta surating yotibdi, har xil, har yerda. Faqat onang bilan tushgan surating yo'q. Kitob nomli hikoyasi. Bugun kitobim chiqdi. Har gal yangi kitobim chiqishi bilan birinchi nusxasini onamga atar edim. Har gal bir xil so'z yozib berardim. Birinchi o'qituvchim onamga. Onam kitobni ko'rishi bilan ko'zlari quvonchdan porlab ketar, uzundan uzoq duolar qilar, peshonamdan o'pib yakkash bitta gapni takrorlar edi. "Sen mening suyangan tog'imsan, o'g'lim." Keyin xuddi birov olib qo'yadigandek kitobni yostig'ining tagiga yashirardi. Shunda men kitob chiqqani uchun o'zimdan ko'proq onam quvonganini bilib turardim. Bir kuni mahallaning narigi chekkasida turadigan novvoynikiga kirib qoldim. Nima yumush bilan borganim esimda yo'q. Qarasam, yog'och so'rida kitobim yotibdi. Varaqlari titilgan, oftobda sarg'ayib ketgan. Qiziqib qo'limga oldim. O'qisam, o'zimning dastxatim. Birinchi o'qituvchim onamga. O'shanda nima uchun bunday ahvolga tushganini bilmayman. Xuddi birov meni masxara qilayotgandek bo'lib ketdi. Kelib onamga to'ng'illadim. "Kitobni 7 mahalla nariga tashlab keling deb berganmidim sizga?" Onam aybdor qiyofasida ma'yus jilmaydi. "Mavlu hech qo'ymadi-da, bolam, bitta o'qib beraman", dedi. "Mavludagacha yana 1000ta qo'ldan o'tgani ko'rinib turibdi", dedim zarda bilan. "Maqtangansiz, o'zingni siqma. Jon bolam, hozir olib kelaman." Chindan ham o'sha kuni kitob qaytib keldi. Har gal kitob chiqsa, onam bir gapni aytardi. "Sen mening suyangan tog'imsan, o'g'lim. Bilmagan ekanman. Men onamning emas, onam mening suyangan tog'im ekan." Tog'im to'satdan qulab tushdi. Bugun yangi kitob chiqdi. Birinchi nusxasini emas, bitta nusxasini emas, 60 000 kitobning hammasini onamga bag'ishladim.